Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga olinib, Beliqut to'g'rida anlatildi. Bugun Uchturpan amri Muhammad Emin Bahodir xonning amri sariyi ko'ndigidan so'rlik tus olgan edi. Chalı bulu naştı qılıpla amir sarayıga kirib kelgan Malika Muhtaram xonim saraydagi cho'ng kichik amirlardan tortib to'rdagi amirlik kursida o'tirgan aksi Muhammad Emin Bahodir xongacha xuddi ig'ir bir musibatga duchor bo'lgandek g'amgin o'tirganini ko'rib hayron qoldi. Saraydagi amirlar dörrüde o'rinlaridan turishib Malika Muhtaram xonimga hurmat bildirishdi. Keling so'ng, dedi Muhammad Emin Bahodir xon Malika Muhtaram xonimni o'ng tarafidagi bo'sh kursiga taklif qilib. "Nima ish bo'ldi aka? Ajab g'amkin ko'rinli-ku." "Shum xabar so'ng. Ostona qo'ldan ketibdi." dedi Muhammad Emin Bahodir xon o'pkadigan holda. Şu hamon onun ko'zidan sirg'ib chiqqan ikki tomchi yosh mang'zini bo'ylab yarishimliq yostib olgan qoramtul soqollari orasiga singib ketdi. "Nima? Ostona qo'ldan ketibdi?" Malika Muhtaram xonimning kallasida chaqmoq chaqqandek bo'lib, nozik qaddi ochiq titradi. Topindan kirgan bir sovuq iqim vujudini muzlatdi. Ko'z oldi bir necha daqiqa qorong'ulashdi. O hushidan ketmaslik uchun kursining ikki tarafidagi maxmal qoplangan yolliqni mahkam qamollab tutib oldi. Ostonaga mondirgan choparmanlar bugun bomdod vaqti bilan qaytib keldi, dedi Muhammad Emin Bahodir xon hasratlik ovozda. Ular borganda ostona allaqachon qo'ldan ketgan ekan. Jo'ng'arlarning xoni G'aldan Xo'ja Hidoyatulloh Ishonni xon qilib tiklab, tog'am Sulton Ismoil xon oliylarini bola chaqilari bilan nazarband qilib, Eron Qoburg'aga qaytibdi. "Bu xabar rasmi aka?" so'radi Malika Muhtaram xonim o'zga ishonch qilolmay. "Shaksiz rostdir. Ishonmasangiz, Ostondan qaytib chiqqan ov amirlardan o'zini so'rab beqing." Malika aksi ko'rsatgan tarafga nazarini og'dirdi. Saroyning oyoq tarafida ostondagi bir qancha to'van darajalik o'rda arkanlari beshini to'van selishqinicha shumshib turishadi. Ular Muhammad Emin Bahodir xonning gapini anglab o'rinlaridan turishdida oldiga bir necha qadam chiqib Malika Muhtaram xonimga salom berdi. "Sarkarda Malika Muhtaram xonim olilariga salom." Çedivsiz açık paket Malikaning vücudunu larzaga soldi. İçidan bulduqlab chiqqan nazomat yeshi ko'zlaridan yomg'ir bo'lib to'kildi. "Iltimos ey amirlar, ostona qandoq bo'lib shuncha oson qo'ldan ketdi?" Amirlar ostonning qo'ldan ketish sababini, begunoh ostona xalqining qandoq fojialik qismatlarga duchor bo'lganligini bir-birlab so'zlab berishdi. "Yana nimaga qarab turamiz aka?" dedi Malika Muhtaram xonim. "Uchturpan lashkarlarini darhol otlantiraylik. G'aldan degan mal'unning qo'lidan xon otamni qutuldirib olaylik." "Bunda qaramlik qilishga zinhor bo'lmas", dedi Muhammad Emin Bahodir xon hasratlangan holda. "Shu topda aşı Jo'ng'ar oqsoqlarining qo'lidan tog'am Sulton Ismoil xonni qutuldirib chiqishni bakmi orzu qilaman. Ammo G'aldanning 70 mingdan ortiq xillangan ortiq lashkariga qo'limizdagi bir tuman lashkar bilan taqobil turamiz desak, to'limi oldiroqsonlik qilgan bo'lamiz. U chaqda tog'am Sulton Ismoil xonni qutuldirib olish u yoq tutsin. Balki jeniga zamin bo'lishimiz hamda qo'limizdagi aşı ozg'ini lashkarlardan ayrilganni ozdab, butkul Saidiya tasarrufida puttasab turg'idek joyini topolmasligimiz mumkin." "Bu nima deganlari aka?"
dedi Malika Muhtaram xonim g'azabdan bo'g'ilgan holda. Shu topda uning kallasida Sulton Ismoil xonni qutuldirib olishdan boshqa hech qanday o'y xiyol yo'q edi. Demakchi, dedi Muhammad Emin Bahodir xon sonisiga sabrchanlik bilan tushundirib. Biz tog'amni qutuldirish uchun G'aldonning oldini to'sadigan bo'lsak, u Hajjaj tog'amni bola chaqalari bilan qatl qilib tashlashi mumkin. Undan boshqa bizning lashkarlarimiz bakma oz. Bu ahvolimizda uning bilan tutishadigan bo'lsak, tuxumni zo'rlab toshga urgan bo'lamiz. G'aldon hozir Uchturpanni kichik yurt ko'rib, ham o'z saltanatiga qarshilik ko'rsatib turayotgan xalqqa Mo'ng'ullardan ansirab, Jo'ng'oriyaga qaytishga oldiryapti. Mushundaq ahvolda uni bilan tarkatsak, Uchturpanning qo'ldan berib qo'ymizda, bosh sig'dira olg'idek zaminimiz qolmaydi. Shunga aldiraqsanlik qilmay, aql parastimiz bilan ish ko'raymiz. Aksining o'rinliq mulohizasi Malika Muhtaram xonimni bir oz qayil qildi. Amsa ulug' boboy ajdodlarimizdan qolgan bu buyuk saltanatni qarab turib yotlarga tashlab beramdiq aka, dedi Malika Muhtaram xonim bu rahimsiz reallikqa ancha tanbagisi kelmay. Yo'q. Kenim dolu bo'ldi ekan. Hargiz undoq bo'lmaydi, dedi Muhammad Emin Bahodir xon qasam ichgandek tishlarini g'o'chiriltib turib. Ammo bir mazgil fursat kutmaymi amalimiz yo'q. Xo'ja Hidoyatulloh Eshon garchi Jo'ng'orlarning homiyligida saltanat tezginini qo'liga olgan bo'lsa-mu, ammo uning Eshon xonligini faqat o'z shirkidagi muxlislari qo'llaydi. Butkul Saidiya tasarrufidagi oddiy ra'iyat yanada Saidiya jamiyatidagilarning xon sulton bo'lishini umid qiladi. Shunga biz avval shu oddiy avomni qo'zg'atamiz. Avomning haqiqiy qo'lishiga erishgandan keyin ondan Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning qo'lidan saltanatni qaytarib olamiz. Ey muhtaram sanlar, ey janobi amirlar, buyuk Saidiya saltanatini qaytadan asliga keltirish uchun hozirdan boshlab puxta tayyorlik ko'raymiz. Mulkiy amirlar oziq-tulik, qurol-yarog' hozirliklariga bugundan boshlab tayyorlik ko'rgay. Sepah baglar, sarkardalar lashkarlarni qattiq mashqlantirib, yangidan qabul qilingan lashkarlarga jangbozlik mahoratini puxta o'rgatgay. Bir oyga yetmagan vaqt ichida Uchturpan qal'asi Qo'rchoq xon Oppoq xo'jaga qarshi kuchlarning to'plashadigan makoniga aylandi. Ostona Jo'ng'or oqsoqlarining qo'liga o'tib ketgandan keyin Oppoq xo'janing so'pi lashkarlari Xo'piya payloqchilaridan qochib, mülkini olib, aman qolgan bir qism amir Sülki Saqiya murtlari orqa-orqadan Uchturpanga kelib jam bo'ldida Muhammad Emin Bahodir xonni ostonaga jazo yurish qilib, Xo'ja Hidoyatulloh Eshonni yo'qitib, buyuk Saidiya saltanatini qaytadan qo'liga olishga da'vat qildi. Bir mezgil to'limi tushkun holatda turgan Malika Muhtaram xonimni mana endi qaytadan javonlanib qolgan edi. O aksidan talab qilib, yangidan qabul qilingan 4000 lashkarga o'qiya etish mahoratini mashq qildirishga kirishgan edi. To'liq ishonchga to'lgan Muhammad Emin Bahodir xon bo'lsa, Saidiya tasarrufidagi har qaysi yurtlarga, bo'libmi Qashqar, Yakan, xotellarga ishonchli odamlarni va panohlik tilab kelgan bir qism amirlarni mangdirib, Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga qarshi kuch tashkillashga kirishib ketgan edi. Shunda qilib bir qish tinch aman o'tib ketdi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Qishdan beri xonqa tunak xonlarda zikri suhbat, jarri samollari bilan xilili tinjib qolgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning so'pi Xo'piya payloqchilari bahor bilan tang qaytadan quturashga boshlagan edi. Ular xuddi lolmi ishladik butkul Saidiya tasarrufining har qaysi shahar bozor, yeziq qishloqlaridan tortib bulun pushqoqlargacha tenib yurib, Sülki Saqiya murtlarining ish harakatlarini qattiq taqib qiladi. Oddiy avom orasiga so'qinib kirib, ularning Qo'rchoq xon Oppoq xo'ja saltanati haqidagi gap so'zlariga diqqat qiladi. Saltanatga foydasiz deb qaragan gap so'zlarni har qaysi yurtlardagi xalifa beylar orqali
İşan xon xo'jasiga eqitmay, temitmay yetkazadi. Bugun kundagi odati bo'yicha Shohinshinga qubulga chiqqan xo'ja Hidoyatullo Ishon 9 paylik shoh supining ustidagi oltin taxtda gediyib o'tiradi. Uchisidagi xuddi qon bilan bo'yalgandek ko'rinadigan o'tqashdek qizil shahona to'n semiz dastani yepib turadi. Beshiga o'rib olgan oq shoyi sallasining dal o'ttirisiga qadalgan boshmaltoqchilik cho'nliqdagi olmos vol-vol qilib ko'z chaqardi. Singib pishgan gardadek qizargan mag'zi bilan yarishimliq yastib olgan qoramtul kaki soqili uni hozirgi yeshidan 10 yosh kichik qilib ko'rsatdi. Shundaqli qarmoqqa qo'ldagi kahrava tasvini tenimsiz seyirib o'tirgan Hidoyatullo Ishon to'limi salobatlik, taqvodor, oq ko'ngil, adolatlik musulmon xonlaridek to'yg'i berib kishini aylantiradi. Taxtning o'ng tarafidagi Mo'g'ul bosqoqdek darja to'ra uchun alohida buyurtib yasatqizilgan yana bir shahona kursi bo'sh edi. Qolganning xo'ja Hidoyatullo saltanatini nazorat qilish uchun qoldirgan bu sarkardasi alohida zarur ish bo'lmasa Shohinshinga kamdan kam chiqardi. Kunlarini aysh ishrat, bazmi sharob yoki o'vchilik bilan o'tkazadi. Ordu erkanlari xo'ja Hidoyatullo Ishon ko'ringan hamon o'rinlaridan turishib, qo'l bog'lab, boshlarini to'van selishganicha shahona hurmat ehtirom bildirsa. Bu Mo'g'ul sarkardasi Shohinshinga kirish hamon xo'ja Hidoyatullo Ishon o'rnidan dast turib, hurmat ehtirom bildiradi. Saltanatning muhim, cho'ng ishlarida uning maslahat buyruqsiz farmon tushirolmaydi. Qutbul Aqtob Ishon oppoq xon xo'jamga ma'lum bo'lg'ayki, deb oldiga bir qadam chiqdi. Mirza Idrisbek Ishonga cho'nqur salom bajar keltirib, har qaysi yurt oymoqlardagi amir baylardan kelgan ma'lumotlardan qaraganda, tasarrufimizdagi Surki Ishoqiya murtlari xon xo'jamning buyuk saltanatiga dushmanlik ko'zi bilan qarashga jur'at qilolmas holatga kelgan bo'lsa-mu, ammo Dahriy Sulton Ismoilxon tarafdorlarining xufiyona ish harakatlari borgan siri olishga boshlabdi. Ul jahil murtatlar oddiy ra'yat orasida adolatpana oppoq xon xo'jamning saltanatiga qarshi targ'ibotlarni elib berib, avomni qaynottirib yurdi. Sulton Ismoilxon ordusida Shig'ovul amirlik mansibida o'tirgan Mirza Idrisbek ishqiya sulkining sadoqatman murti bo'lib, o'z vaqtida ordudagi muhim maxfiyatliklarni g'oyib yulduz degan laqab bilan Hidoyatullo Ishonga xufiyani yetkazib, Ishonning Saidiyat saltanatiga qarshi ilib olgan turli suiqasdlik planlarining muvaffaqiyatli ro'yobga chiqishi uchun puxta asos bilan ta'minlab turardi. Mirza Bog'bayning suiqasdga uchrashidimi? Sulton Ismoilxonning Jo'ng'or oqso'nglarga mag'lub bo'lishidimi uning qo'li bor edi. Xo'ja Hidoyatullo Ishon taxtga chiqqandan keyin ko'rsatgan ashu bir talay tuhfalari uchun uningga arkoniy davlatlik, qo'shimcha amir kabirlik mansibini in'om qilgan edi. Mana endi u xo'ja Hidoyatullo Ishonning saltanat ishlarini bemalol oqtirish uchun aqldorlik qilyapti. Mirza Idrisbekning so'zlarini anglab, xo'ja Hidoyatullo Ishon bir oz cho'chidi. Ey janobi arkoniy davlat, bu xususda aniqroq ma'lumot egallagaysiz, dedi oppoq xo'ja taxtning oltin qubbasiga yo'lagan gavdasini rostlab. Sultonul Muhaqqin ana hazratimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Mirza Idrisbek peshini sal ko'tarib. Ul jahil dahriylarning ish ahvollarini tafsili egallab bo'ldi. Xufiylarimizning ishonchlik ma'lumotidan qaraganda, xon xo'jamning saltanat suridan qo'rqqan bir qism dahriy amirlar Uchturpan amiri Muhammad Emin Bahodirxonning huzurida panohlanib, saltanatimizga qarshi ko'tarilishga tayyorlanib yetibdi. Muhammad Emin tog'asi Sulton Ismoilxonning o'chini elish hamda saltanatni tortib olish uchun avomdan ko'plab lashkar elib mashg'ullantirib yetibdi. Bu ma'lumot nima uchundir Hidoyatullo Ishonning ancha diqqatini tortmadi. Shundaqmi taqa? Uchturpandek ashu kichikkina yurtga necha ming so'kal lashkar G'oldon xon xo'jamning lakmollagan bahodir lashkarlariga qarshi til ko'tarishga qandoqmi petini olsin?
Bu xuddi Çömülnün özünü bilmey, yollasının burtiga yamashqanchilik ish-ku. Shu kunlarda Hidoyatullo Eshon jo'ng'orlarga hech qanday bir kuch tankilanmaydi deb cho'ng ishonch qiladi. Shunga u ancha eran qilib ketmadi. Zinhor g'aflat tutumag'ayla qibligahim, dedi Mirza Idrisbek jiddiy yo'sinda. Rost, G'aldonxon xo'jamning lashkarlariga hech nima tankilanmasdir. Ammo ki, u bahodir lashkarlar to'limi yiroqda. Olim hadis biror kelishmaslik bo'lib qolsa, ularga xabar yetkazib bo'g'icha fursat qo'limizdan ketib qoldi. Qishdan G'aldonxon xo'jam farmon tushirib, ostonda qoldirgan bir tuman lashkarlarning hammasini degidek eliboliqqa yo'tkab ketdi. Basqoqbek Dorji to'rining qo'l ostidagi Mo'ng'ul lashkarlarining soni mingga yetmaydi. Uning ustiga ular hadab mol dunyo jo'g'lab, aysh ishrat bilan kun o'tkazish halakchiligida. Yovg'i taqobil tug'idek hafsilisi yo'q. Muhammad Emin Bahodirxon garchi Uchturpanda kichik yurtning amiri bo'lsa-mu, uning Sulton Ismoil xonning jiyan o'g'li Saidiya shahzodasi ekanligini butkul avon biladi. Navoda u saltanatimizga qarshi shundoqli ko'tariladigan bo'lsa, Tuz alimining ostiga to'manlagan avomni ham sulki soqiyachi murtatlarni jo'g'liy oladi. Chayonning bolasi kichik bo'lsa-mu, baribir chayondir. Navbat kelganda nashtar sanjimay qolmaydi. Shunga ona hazratim qilchilik bexud qilmag'ay. Muhammad Emin Bahodirxonning noib amirlik mansibini elib tashlab, o'rniga ishonchlik xalifa murtlaridan birini noib amirlik mansibiga qo'yg'aylar. Hamda Uchturpandagi riyokor g'osiylarni tamomiy jazolashga yorliq tushirgaylar. Murt muxlislarga vaz nasihat qilib, yo'l ko'rsatib kelib qolgan Hidoyatullo Eshonga shu kunlarda Mirza Idrisbekning hadab saltanat ishlari haqida yo'l aql ko'rsatishi yoqmay vatadi. Shunga u Mirza Idrisbekning taklifini ancha qo'llab ketmadi. Muhammad Emin Bahodirxonning saltanatimizga shilton oqqidek majoli borligiga men ishonmayman, dedi Xo'ja Hidoyatullo Eshon takabburlik bilan. Arkoniy davlat janoblari ortiqcha iltirobda bo'lmag'ay. Ol Muhammad Emin Bahodirxonning saltanatimizga noroziligi bo'lsa, allaqachon muddo maqsadlarini oshkorlar edi. Ana bugungi kungacha bizlar kim Sultonul Muhaqqin Oppoq xon xo'ja bu saltanatga barqaror bo'lib, yurtchilik tezginni tutib turibdimiz. Muhammad Emin Bahodirxon bayni yo'lvasdan o'rkigan to'shqandek Uchturpanda sadosiz yurmoqda. Balki u o'zining nisivisiga shukr qilib, bizlarga sadoqatini bildirayotgandi. Shunga uning muddo maqsadlarini bilmay turib, sababsizda amirlik mansibini elib tashlasa, Dahriy Sulton Ismoil xondan ayrilib qolgan bir qism jahil avom orasida fitna fasod, tabriqchilik paydo bo'lar. Kichik ishni cho'ng'aytib etganimiz bizga dushman bo'lar. Lashkari divon Uchturpan lashkarlarini ostonaga yo'tkash xususida farmon tushirib, Muhammad Emin Bahodirxonni lashkarlardan ayirib etsaklik kifoya qildi. O chog'da lashkarlardan ayrilgan Muhammad Emin Bahodirxon saltanatimiz haqida g'ayri xiyollarda zinhor bo'lmas. Ham uni panoh totib qolgan riyokor amirlarni amalsiz barmoq tishlab qilishi. Xo'ja Hidoyatullo Eshonning ko'ranglik bilan yurgizgan mulohizasi va chiqargan hukmi Mirza Idrisbekka ancha yoqmagan bo'lsa-mu, ilojiz xo'sh deb turishga majbur bo'ldi. Ammo o Shohinshindan yenib chiqqandan keyin Xo'ja Hidoyatullo Eshonning Uchturpan lashkarlarini ostonaga yo'tkash farmonini Muhammad Emin Bahodirxonga tushirmay, Oqsuning noib amiriga arkoniy davlatlik, qo'shimcha amir kabirlik salohiyati bilan lashkari devon nomidan farmon tushirdi. Farmonga Oqsu amiri o'zi mas'ul bo'lib, Uchturpan lashkarlarini ostonaga yo'tkash. Navoda Muhammad Emin Bahodirxon bo'yintovlik qilsa, o'rniga ma'lum qilmasdan Oqsu lashkarlari bilan Uchturpanga jazo yurish qilib, Muhammad Emin Bahodirxonning kallasini elish xususida mazmunlarni qo'shib qo'ydi. 1679-yili O'jma olib bo'lgan mezgilda O'rda lashkari divonning farmonini topshirib olgan Oqsu amiri Rahmatulloh xalifa Muhammad Emin Bahodirxon huzuriga elchi avatdi. Eshon xon xo'jam oliylari
lashkarlarni Ostoniga yo'tkab ketsa, Uchturpandan iborat bu muhim lashkargohni men qanday muhofazat qilaman? dedi Muhammad Emin Bahodirxon elchining muddaosini anglab bo'lgandan keyin tamkinlik bilan javob berdi. Berib, noyib, Amir Rahmatulloh xalifa janoblariga aytsinlar. Hozircha Uchturpandan lashkar yo'tkash mumkinchiligi zinhor yo'q. Faqat bo'lmasa Oqsu lashkarlaridan yo'tkab to'g'ay. Eshonxon xo'jamning farmoniga daxl taruz yetkazilsa, oqibati yaxshi bo'lmasmikin, Amir janoblari? dedi elchi johillik bilan. Eshonxon xo'jamning farmoni albatta daxlsizdir, dedi Maliki Muhtaramxonim elchiga ta'rini tur. Ammo Eshonxon xo'jam yurtchilik ishlaridan ancha bexabar bo'lsa kerak. Buyuk saltanatimizning lashkari jasoqlarida har qaysi yurt oymoqlarning noyib amirlariga munosib lashkari imtiyoz berilgan. Bo'libmi Uchturpandek muhim o'tganni xon lashkarlarining saqlamiga to'liq zarurdir. Lashkari ishlarning savati bor har qanday odam bildigan bunday oddiy qoidani Eshonxon xo'jamning bilmasligi to'liq ko'rkilik ish. Uning ustiga lashkari divonning farmoni Oqsu amirga emas, Uchturpan amirga bevosita kelish kerak edi. Maliki Muhtaramxonimning keskin javobini anglab, Muhammad Emin Bahodirxonning hech qanday ifoda bildirmaganligini ko'rib, elchi lom jim deyilmadi-da, qaytishga majbur bo'ldi. Ahvoldan qaraganda Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning diqqatini qo'zg'ab qo'ygan o'xshaymiz, dedi Maliki Muhtaramxonim elchi chiqib ketgandan keyin oqsiga qarab. Endi ul munofiq Eshon bilan tutishadigan navbatimiz kelgan o'xshaydi. Balki, dedi Muhammad Emin Bahodirxon o'ychanlik bilan. Ular bizni avval lashkarlarimizdan ayirib etib, ondan yo'qotmoqchi. Ammo Hidoyatulloh Eshonning lashkar yo'tkigisi bo'lsa, nima uchun xon yorlig'i tushirmaydi? Bunisi to'liq shubhalik. Rost aytdilar aka. Darhol Oqsuga oyg'oqchi mangdirayli. Kim biladi, bizga jazo yurish qiluvchi qo'shin Oqsuga kelib bo'ldimi texi? Muhammad Emin Bahodirxon sang'isining so'zlarini o'rinliq deb qarab, shu hamon Oqsuga oyg'oqchi mangdirdi. Oqsu amiri Rahmatulloh xalifa elchining javobini anglab to'liq tanqislikda qoldi. Ko'ngilni oqtirganda uning Muhammad Emin Bahodirxon bilan ozorlashib qolg'isi yo'q edi. Gerçi o'zi Oqsudek katta yurtning amiri bo'lsa-mu, Muhammad Emin Bahodirxonni hali ham Saidiya shahzodasi deb bilib hurmat qiladi. Ammo Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning shafoatiga noil bo'lib, Oqsuning amirlik mansibiga tayinlanganligi hamda sulki ishqiga muxlisi bo'lganligi uchun oppoq Xo'ja saltanatiga to'liq sadoqatman edi. Aslida yurtchilik tajribasi xilili kam bu amir ordining yorliq farmonlarini daxlsiz o'rinlashdan bosh tortishni zinhor xohlamaydi. O'z oldiga jonliq tadbir qo'llanishni faqatli bilmaydi. Shu topda uning kallasida lashkari divonning farmoni hukmron edi. Maslahat so'ray desa, Oqsuning boshqaq begi bo'lib turgan Mo'ng'ul sarkardasi yiqqan mol dunyolarini opirib etish uchun Jo'ng'origa ketgan bo'lib, texnichilar qaytib kelmagan edi. Ammo lashkari divonning farmonini kechiktirishga taqatli bo'lmaydi. Xo'jam rozi, Xudo rozi, Muhammad Mustafa rozi degan qarg'ulachi e'tiqod bu sodda ixlosman so'lki ishqiya murtlarning kallasida hukmron edi. Farmon, dedi o o'rinbosar amir lashkarlarga qarab. Barliq lashkarlar tayyorlik qilib taxt bo'g'ay. Uchturpanga jazo yurish qilgaymiz. Oqsu amirining ikki tuman lashkari bilan Uchturpanga jazo yurish qilish uchun tayyorlanayotganligidan xabar topgan Muhammad Emin Bahodirxon qilchilik tantirab qolmadi. Yaratgan Tangrim avval Oqsuni tasarrufimizga elishimizni buyurgan o'xshaydi, dedi Maliki Muhtaramxonim xo'shallangan holda. Farmon bergaysiz aka. Men faqat 5000 lashkar bilan u jazo yurishi qiluvchi qo'shinni tiyirib-eran qilib Oqsuni ilkinga olgayman. Oldirma aqsanglar, dedi Muhammad Emin Bahodirxon tamkinlik bilan. Oqsu amiri Rahmatulloh xalifa to'liq sodda, tez ko'ngil odam. O Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning farmonini bajarib keltirishdan boshqasini bilmaydi.
Onun ustiga ul amirning jangbozlik mahoratidan qilchilik xavri yo'q. Meningcha jang qilib behuda qon to'kish hojatsiz. Amsa qanday qilmoq kerak? Malika Muhtaram xonim akisining muddaosini tushunmay oldirib qolgan edi. Aqsu sarkardalarining orasida Mirza Muhammad Shahbek ismli bir sarkarda bor. Ul bahodir azimat bilan uzundan beri birodarchiligimiz va do'stlik ahdi paymonimiz bor. Mirza Muhammad Shahbek nayzivozlikqa va xanjar etishga to'liq mahir. Bo'libmi, yeniga esib olgan 5 tal xanjarni 100 qadam oraliqda chekingan har qanday narsaga dal tekkizalaydi. Biz ashu sarkard orqali Amir Rahmatulloh xalifani qo'limizga tushirib, maqsad muddaoyimizni ochiq aytib, foyda ziyonni tushundirsak, bundan keyin ro'yobga chiqarmoqchi bo'lgan ulug' ishlarimiz uchun foydasi tegib qoladi deb o'ylayman. Yaqindan beri Saidiya xonligini qaytadan asliga keltirish vasvasida Malika Muhtaram xonimning mijozi borgan siri tusilishib ketib boradi. U hadisla Ostonaga lashkar tortishni tashabbus qilib kelayotgachqa, akisining puxta tayyorlik qilib, baraqli nusrat qozonish planini og'zidan chiqara olmasin. Ko'nglida qo'rqinchlik qilyotdi deb tushunadi. Shunga hozir u ko'ngildagini oyab o'tirmay udulni davatdi. Nimancha azmilik bu? Yav sarkardalardan himmat yordam talab qilish qo'rqinchlik bo'lib qolmasmi? Hozir qo'limizda bor sarkarda lashkarlar bilan Oqsuni elishimiz tamoman mumkin. Oqsu ilkimizga o'tsa, putirab turg'idek zaminimiz texmi ko'paydi. Ondan Ostonaga tegish qilsak, tamoman bo'ladi-ku. Bu deganingizmi to'g'ri? dedi Muhammad ibn Bahodirxon sabrchanlik bilan tushundi. Ammo Oqsuni jang bilan olamiz deydi ekanmiz. Cho'qim bir qism lashkarlarimizdan chiqim topmay qolmaymiz. Uning ustiga ikki tuman Oqsu lashkarini o'zimizga dushman qilib olamiz. Asirga edingan lashkarlarning biz uchun bahodirlik ko'rsatishi natoyi. Yana bir avvalchilik shuki. Ahvoldan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon darhol xabar topibdi. Jo'ng'or yiliki xo'jasi G'oldandan yordam so'raydi. O chog'da oldimizdan Hidoyatulloh Eshonning sufiy lashkarlari bilan orqamizdan G'oldanning Mo'ng'ul lashkarlarining hujumiga duch kelamizda, har qancha bahodirlik ko'rsatsakmi, mag'lub bo'lmay qolmaymiz. Ko'z oldimizdagi bu ehtimollikni hisobga olganimizda, eng yaxshisi Oqsu lashkarlarining sarkardalarini o'zimizga moyil qilib, ittifoq tuzumimiz. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonni behud holatga keltirib, ondan Ostonaga hujum qilmoqimiz lozimdir. O chog'da navoda Mo'ng'ul lashkarlarining hujumiga duch kelsakmi, bemalol jang qilishga qudratimiz yetadi. Shuni unutmay kelsanglar. Xo'ja Hidoyatulloh Eshon va uning bir qism riyokor amirlaridan boshqalar bizning dushmanimiz emas. Saltanatni qanchaki qon to'kmay qo'limizga olsak, keyingi yurtlarchilik ishlarimiz uchun cho'nchilik foydali. Akisining bu o'rinliq tadbiriga Malika Muhtaram xonim qoyil bo'ldi-da, yana tirkishib turib-olmadi. Malika Muhtaram xonimning Sulton Ismoilxon ordusidagi ordu muhofazachilik qo'shinining amirlik martabasi akisi Muhammad ibn Bahodirxonning noib amirlik martabasi bilan teng edi. Uning ustiga Malika Muhtaram xonim Sulton Ismoilxonning yorliqiga binoan Pushturponga kelgan xon elchisi bo'lg'achqa, Muhammad ibn Bahodirxon uni bir qo'rsoq sonisi sifatida emas, Saidiya xonligining yuqori darajalik amiri ham xon elchisi sifatida alohida hurmatlaydi. Shunga u har qanday lashkariy ishlarni Malika Muhtaram xonim bilan maslahatlashadi. Malika Muhtaram xonimning fikriga qarata o'zining fikr mulohazalarini tafsiliy sharhlab qoyil qiladi. Songlisi bilan fikr birligiga kelgan Muhammad ibn Bahodirxon Mirza Muhammad Shahbekka qaratib bir parcha xat yozdi. Ishonchlik mahramidan birini Oqsuga berib, sarkarda Mirza Muhammad Shahbek bilan ko'rishishga yo'lga soldi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ig'ir aliyotqu mahal. Oqsu. Atki lashkariy yurishning tayyorligini kuttirib, andili yetishga tamshalgan sarkarda Mirza Muhammad Shahbekning qishig'i xizmatkori oldirib kirib keldi. Muhtaram sarkardagi ma'lum bo'lg'ay.
qasrning oldida notinish bir kishi o'zlari bilan ko'rishadigan muhim ish borligini aytib saqlab turdi. Xazinasi. Ismini ma'lum qilmadimi? So'radi Mirza Muhammad Shahbek kechada tuyuqsiz kelgan mehmondan taajjub qildi. Ismini so'rsam, sarkardan bilan ko'rishganda o'ziga deyman deb turib oldi. Unda bo'lsa tashqarqi mehmonxonaga boshlasizlar. Men hozirla chiqaman. Selib bo'lgan kiyimlarini qaytadan kiygan Mirza Muhammad Shahbek mehmonxonaga kirganda notanish mehmon so'fining garvigida o'tirdi. O sarkardani ko'rib, dars o'rnidan turdi-da, oldirab salom qildi. Assalomu alaykum sarkarda janoblari. Va alaykum assalom. Mirza Muhammad Shahbek notanish mehmonning usti-beshiga gumon bilan nazar tashladi. Mumkin bo'lsa, janobi sarkarda bilan pinhon qolgan bo'lsa, dedi notanish kishi choy quyayotgan xizmatkorni tumshiqi bilan imo qildi. Mirza Muhammad Shahbek xizmatkorni chiqiribdi. Men janoblarga Uchturpanning noibi va amiri Shahzoda Muhammad Ibn Bahodirxon oliylarining xususiy maktubini keldim, dedi notanish kishi sallisining qetidan bir parcha xatni elib Mirza Muhammad Shahbek tanlab turib. Shahzoda oliylari muhtaram sarkardaning yozma javobini olg'ash kelishimni topilgan edi. Mirza Muhammad Shahbek xatni Shamning yo'rqiga tutib, tez-tez ko'z yugurtishga boshladi. Assalomu alaykum muhtaram Bahodir sarkarda. Qiyomatlik birodarim Mirza Muhammad Shahbek janoblari. Yaratgan Alloh egam salini hamda ikki olamlik halol mazlumlari bilan aziz farzandlari bo'lmish yurak forillarini o'z panohida saqlagay. Murod maqsadlariga yetkazgay. Janobi sarkarda ushbu maktubni yozishimning boisi shuki, Xo'ja Hidoyatulloh Eshon Saidiya tasarrufimizga yovlani boshlab kelib, aziz saltanatimizning xoni Tog'am Sulton Ismoilxon oliylaridan xonlik saltanatni so'yib olgandan keyin o'z nisibisiga shukr qanoat qilmay, bizlar kim Saidiya shahzodasini o'z saltanatiga dushman va xavf hisoblab jazolamoqni niyat qildilar. Uchturpan lashkarlarini Ostonaga yo'tkash xususidagi Rahmatulloh xalifaga tushirilgan farmon janoblardan sir bo'lmasa kerak. Demakki, bu biz Saidiya xon jamoatidagilarning qanot quyruqimizni yungdash uchun qurilgan to'zoqdir. Ul Eshon xonning maqsad muddaolarini bilib qolganligimiz uchun xon yorliqiga sargashlik qilmoqdan o'ziga javob berishga amalsiz qoldi. Shu sababdan Noib Amir Rahmatulloh xalifa janoblari Eshon xon farmonini daxlisiz bajo keltirmak bo'lib, Uchturpanga lashkar tatmoqni ixtiyor qilibdi. Janoblarni qiyomatlik birodarim, shirmat azimat, adolat bilan qabohatni farid etalaydigan istidat egisi deb bilganligim uchun maqsad muddaolarimni yo'shirmay bayon qilish qaroriga keldim. Men bir Saidiya shahzodasi bo'lganligim uchun Büyük Saidiya saltanatini yatlarning qo'ldan qaytirib olish va tasarrufimizdan Jo'ng'or oqsoqlarini qo'g'lab chiqarishni qiyomatlik ahdu paymonim deb hisoblayman. Shu sababdan necha vaqtdan beri Uchturpan ziminda lashkariy hozirliklarni ko'ryapman. Hala bugungi kunda Oqsudagi Bahodir sarkarda lashkarlar Jo'ng'or oqsoqlarini qo'g'lab chiqarishdan iborat adolatni yo'qlamoqda yo'q. Ajal qilichini bizning beshimizga tanglashga tayyorlanib yetibdi. Men janoblarning adolatini yo'qlab, elning nomusini yuyish uchun bizga hamdamda bo'lishlarini tovanchilik bilan iltijo qilaman. Noib Amir Rahmatulloh xalifa janoblari so'z sodda odam. Haq bilan nohaqni, adolat bilan qabohatni bildirsak tushunguchiligi bor. Navoda janoblari bu arzimas taklifimizni maqbul ko'rsa, Uchturpan diyoriga yetib kelgandan keyin Amir janoblarini biz bilan so'zlashishga ko'ndirgaylar. Navoda Amirning farmoniga bo'ysunib, Hidoyatulloh Eshonning xizmatida bo'lishni loyiq ko'rsalar, uni ixtiyorlari. Janoblardan qilchilik og'rinmaymiz. Faqat bu arzimas jenimiz tenimizda bo'ldi ekan, adolat uchun, el yurtning nomusini yuyish uchun janggohda qilichimizni qo'llanib turib, jon berishga tayyormiz. Janobi Allohdan sarkarda janoblarining murod maqsadlarining amalga oshishini tilab, nomi yozuvchi birodarlari Muhammad Ibn Bahodirxondir. Mirza Muhammad Shahbek xatni o'qib bo'lgandan keyin bir cho'gin choy qaynamchilik vaqt o'ylandi. Shu topda
Onun kalısida Muhammed Emin Bahadırxanның her bir eg'iz so'zlari to'xtamay jaranglaydi. Axir onun vücudidagi haqqoniyat, adolat tuyg'ulari g'olib keldi. Jindek saqlab turg'aylar taqsir. Xatning javobini hozirlab bergayman. Mirza Muhammad Shohbey mehmonga shundoq qaradi, uni mehmonxonaga yolg'iz qoldirib kutubxonasiga qaratmoqdi. Siyah tongga suv qo'yib, ozroq siyah azvada qumuch qalamini chilab xat yozishga boshladi. Assalomu alaykum muhtaram shahzoda. Qiyomatlik birodarim Muhammad Emin Bahadırxan oliylari. Yaratgan janobi Alloh egan büyük maqsadlarining tezroq ro'yobga chiqishiga madadkor bo'lg'ay. O'tirimizdagi birodarchilik va do'stlik aqidamizni iymonimizdek ulug'lab ishonganliklari uchun ko'p rahmat. Ali yurtning nomusini yuyish, Jo'ng'ar aqsoyatlari qo'shinni qo'g'lab chiqarishdan iborat ulug' maqsadlar uchun mening bu arzimas jinim baxshanda bo'lg'ay. Noib Amir Rahmatulloh xalifa janoblarining farmoniga binoan ati tong saharda Uchturponga lashkar tortib boramiz. Inshaalloh qoldi gap so'zlarni vaqt qarali kelganda sizlashamiz. Muvofiq fursat tepib janoblar bilan xabarlashaman. Xayr, ko'rishishda omon bo'lg'aylar. Qiyomatlik birodarlari Mirza Muhammad Shohbey. Mehmon javob xatni sallisining qetiga puxtalab yushirdi-da, qasrdan chiqib tun qorong'usida g'oyib bo'ldi. Jazo yurishi qilguvchi Oqsuv lashkarlari Uchturpon qal'asiga 10 chaqirim orliq qoldirib qarorgoh qurgan edi. Bargohi oliyga joylashgan sarkardada Noib Amir Rahmatulloh xalifa bilan atki jang haqida qisqali lashkariy kengash qilib olgandan keyin har qaysi o'z qarorgohlariga qaytishdi. Ilg'or qo'shinning sarkardasi Mirza Muhammad Shohbey osta ayrilib qoldi. Birer işiniz var mı de sarkarda? So'radi Amir qo'shlab qo'yilgan pay yostiqqa yo'langan edi. Amir janoblarining samiga soldigan kichikkin ish bor edi. Qani so'zingizlar, qo'liqim sizda. Bir taklifim bor edi. Bilmadim, Amir janoblari maqbul ko'ramiki? Amirdan sado chiqmagandan keyin Mirza Muhammad Shohbey gapini davomlashtirdi. Shu topda tüzük bir bahani sebepning tayini yo'q Uchturponga lashkarlar bilan jang qilish oldi turmoqdamiz. Amaliyotda mayli Oqsuv lashkarlari bo'lsin, mayli Uchturpon lashkarlari bo'lsin, hammasi Eshon xon oliylarining lashkarlaridir. Shundoq turib, o'zaro qirg'inchilik qilsak, lashkarlarimiz ortiqcha chiqim bo'lib, behisob qon to'kilishdan o'zga hech ish hal bo'lmasmikan deb to'lim ansirayman. Mümkün bo'lsa Noib va Amir janoblari Shahzoda Muhammad Emin Bahadırxan oliylari bilan yuz turani so'zlashib baqqan bo'lsalar. Navada o'tirdagi o'qishmaslik oydinlashib, ahdu paymon hosil qilishib qolsalar, behuda o'lim yetimning oldi elinib, al yurtning xotirjamligi buzilmas edi deb o'ylayman. Ul Muhammad Emin Bahadırxan oliylari bilan yana so'zlashishning o'rni bormi sarkarda? Dedi Rahmatulloh xalifa ranjiganlik qilib. Men bu jangi jadalni zinhor xohlamayman. Yaratgan haqdan behuda qon to'kilmasligiga deb tilayman. Ammo esla. Bizdan nima gunoh? Faqat lashkari divonning farmonini yetkizdik. Muhammad Emin Bahadırxan farmonga sargashlik qilganligi uchun, yana shu farmonga binoan jazo yurishi qilamiz deb o'tiribmiz. Navoda Shahzoda oliylari farmonga bo'ysunib, Uchturpon lashkarlarini ostonaga yo'tkashga ma'qul bo'lsa edi. Azorlashmi qolmas. Jazo yurishi qilamiz deb lashkar tortib, riyozat chekibmi yurmas edi. Uchturpon lashkarlarini ostonaga yo'tkashishni kechiktirishga bo'lmasmi Amir janoblari? Qanday deylar sarkarda? Eshon xon oliylariga Uchturpon qal'asining muhim lashkariy o'tganlik o'rnini tushuntirib, hozirgacha Uchturpon lashkarlarini ostonaga yo'tkamaslik haqida ma'lumot yo'llab baqsalar. Balkim Eshon xon oliylari lashkari divonning farmonini bekor qilib etaydi. Rostini aytsam, orduning lashkari ishlaridan menmi bexabarman. Lashkari divonning farmonidami Uchturpon lashkarlarini ostonaga yo'tkashning sababi aniq yozilmabdi. Ammo
lashkar yetkazishiga bo'yintovlik qilguvchilarni jazolash haqida ochiq farmon bor. Biz bo'lsak Eshon xon xo'jamning otgan o'qlardirmiz. Lashkariy farmonni bajo keltirmaslikka hech qanday haqqimiz yo'qdir. Shunga ortiqcha xiyollarda bo'lmay, ertaki jang uchun puxta hozirlik ko'rgaylar sarkarda. Bargohi oliydan noumid yenib chiqqan Mirza Muhammad Shahbek tun nisbi bilan lashkarchi yasinib qarorgohdan xufiyona chiqdi-da, Odul Muhammad Emin Bahodirxon qarorgohiga yo'l oldi. Ular qisqada salom soatdan keyin jiddiy so'zlashdi. Oliylar bilan so'zlashishni amir janoblari qat'iy rad qildi. Dedi Mirza Muhammad Shahbek amir bilan o'tkazgan suhbatining mazmunini yetkazgandan keyin. Darhol boshqa bir tadbir qo'llanmasak, bu jangdan saqlanmoq tas o'xshaydi. Ya Allah, bu amir Hidoyatulloh Eshonning buyrug'ini o'rinlashning boshqani bilmaydigandir zodi. Dedi Muhammad Emin Bahodirxon. Bo'ptilar. Yaxshilikchi so'zlashni rad qilsa, majburlasdan o'zga tadbir yo'qda qiladi. Oliylarning tadbirini olib baqsa. Ati maydon urushi bo'lganda sizlar sarkardalardan birini jangga chiqarsizlar. Men o'z sarkarda bilan bir necha qapas elishgandan keyin yengilgan bo'lib qochaman. Sizlar mushu fursatdan foydalanib, noib amirni hujumga o'tishga da'vat qilsizlar. Noib amir hujumga o'tsa, bo'ktirimizni qo'ygan sarkarda lashkarlarimizning qo'liga tirik tushadi. Ortiqcha qirg'inchilikdan saqlanish uchun amir rahmatulloh xalifini tutib olishimiz zamon. Her ikili taraf derhal nağır çaldırıp lashkarlarni chekindirayli. Jang oxirlashgandan keyin sizlar noib amirni qutuldirish uchun sulh talab qilib qarorgohimizga yolg'iz kelsizlar. Qoldi ishlarni shu chog'da birlikda maslahat qilaylik. Maslahatni pishirib olgandan keyin Mirza Muhammad Shahbek darhol o'z qarorgohiga qaytib keldi. Belqut şirketida ovoz qilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romanini bugun bu yergacha anglatdik. Davomini ertadagi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi